Boysun tumanidan tashrif buyurgan 16 yoshli bemorimizda bir vaqtda o'zida bir hafta oldin adenotomiya va septoplastik operatsiyasini bajarganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizda burun to'siqlarini tekis burun to'siqlari va chanoqlar kichraytirilgan, adenoidlar to'liq olingan. Bemorimiz hozir bugun splentni oldik, nafas olishlari ideal holatda. Endi oilalarni eshitamiz. Ha, oyisi? Assalomu alaykum. Biz Boysundan keldik. Nimadan eshitdik? Odamlardan eshitdik. Damishtakka degan doktorda eshitib keldik. Bana burni yopilar edi bu o'limda. Og'zi ochiq yotar edi, tishlari qiyshiq o'sgan. Doim nafas olish qiyin bo'lar edi. Boshi og'rir edi. Judayam qiyin yotar edi. Shu nimani eshitib, Manisani klinikani eshitib biz ham keldik. Shu kishi kelar ekan. Damishtakka shuni olib keldik, operatsiya qildi bir hafta oldin. Yo'q, hozir bir hafta oldin bir nari yopiq edi. Yaxshi natija bo'ldi. Hozir mana burundagi splentlarni oldik. Hozir nafas olish qanaqa? Bitta nafas olib beringchi. Qanday, zo'rmi? Nafas olish yaxshi, Xudoga shukr, boringizga shukr. Ilohim shu qo'llaringiz dard ko'rmasin, nimaiki sog'lom shu kasallarga shu Xudo shifo bersin. Amin. Shunday bo'lsin, boshqa gapim yo'q. Biz kasallarga Xursandmisizlar? Xudoga shukr. Biz ham xursandmiz, Xudoga shukr shu sog'lom bo'lib ketsin ilohim. Boshqa qaytib kelmaysiz. Sog' bo'linglar sizlar ham. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.